ishtaha pasayadi, tungi uyqu buziladi, tishlarni g'ijillatadi, bezovtalik, ba'zan talvasalar kuzatilishi mumkin. Gelmintoz fonida to'rvoq, atopik dermatit, polinoz, ovqat allergiyasi kabi allergik kasalliklar og'ir kechishi mumkin. Gigiyenik nazariya allergik va autoimmun kasalliklarni rivojlangan davlatlarda ortib borish sababini yoritib beradi. Assalomu alaykum azizlar. Mirzanazarov Ma'murjon YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan gijjalar va ularni allergik kasalliklar keltirib chiqarishdagi o'rni haqida gaplashamiz. Avval gijjalar paydo qiladigan kasalliklar, ya'ni gelmintozlar haqida qisqacha gaplashamiz. Gelmintozlar bu gijjalar tomonidan paydo qilinuvchi surunkali kasalliklar bo'lib, hozirda fanga ma'lum 300 dan ortiq gelmintozlar aniqlangan. Gijjalar organizmga tushgach, ularga qarshi immun javob xuddi allergik immun javob kabi kechadi. T helper 2-tip hujayralar aktivlashadi. Gijjalarga qarshi maxsus immunoglobulin E sintezlanadi va qonda eozinofillar miqdori ortadi. Gijjalar ma'lum bir organ va sistemalar faoliyatiga nojo'ya va salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. To'qimalarni mexanik shikastlanishi, oshqozon ichak tizimidagi muammolar, surunkali asab buzilishlari, gipovitaminozlar, kamqonliklar kabi holatlarga sabab bo'lishi mumkin. Gijjalar organizmga tushgach, odatda birinchi navbatda oshqozon ichak tizimi muammolari paydo bo'la boshlaydi. Ich buzilishi, qorin dam bo'lishi, ba'zan ich qotishi, diareyalar, disbiozlar kuzatilishi mumkin. Qorindagi og'riqlar, og'riq qisqa vaqtdan tortib uzoq muddatgacha davom etishi mumkin. Og'riq ma'lum bir joyda bo'lmasdan qorin bo'shlig'i bo'ylab ko'chib yurishi mumkin. Ko'ngil aynishi, qayd qilishlar kuzatilishi mumkin va shuning bilan umumiy zaharlanish va boshqa nevrologik simptomlar bilan birga kechishi mumkin. Ishtaha pasayadi, tungi uyqular buziladi, qo'zg'aluvchanlik, yig'loqlik, ba'zan yuqorida aytib o'tganimizdek talvasalar kuzatilishi mumkin. Gelmintozlar fonida atopik dermatit, ovqat allergiyasi, polinoz kabi mavsumiy allergiyalar, to'rvoq va shunga o'xshash allergik kasalliklar og'ir kechadi. Endi klinikasida allergik belgilar bilan kechuvchi gijjalar haqida qisqacha to'xtalib o'taman. Asritsa gijjasida bemorlarda orqa chiqaruv teshigida qichishlar, qizish hissi bilan terida har xil toshmalar va qonda eozinofiliya kuzatilishi mumkin. Askaridani o'pkaga migratsiyasi, yo'tal, bronxospazm, ko'zdan yosh oqishi va allergik konjunktivit kabi simptomlar bilan kechadi. Askaridani boshqa umumiy simptomlari boshqa gijjalar kabi kechib, ba'zan askarida ichak bo'shlig'ida ko'payib, ichak bo'shlig'ini berkitib qo'yishi mumkin. Bu ichak tutilishiga sabab bo'ladi. Bu og'ir holatlardan biri hisoblanadi. Mushuk ikki so'rg'ichlisi gijjasida ishtaha pasayadi, qorinda og'riqlar bo'ladi, ko'ngil aynish, qayd qilish kuzatiladi, ich ketishi yoki ich qotishi mumkin. Ba'zan jigar zararlanganda ko'z sklerasida sarg'ayishlar kuzatiladi. Trixonella gelmintozida dastlab ko'ngil ayniydi, qorin og'riydi, suyuq axlat kuzatiladi. Keyinchalik isitma, ko'z atrofida shishlar, konjunktivitlar bilan birga quruq yo'tal, nafas olishni qiyinligi, ko'krak qafasida og'riq va teridagi to'rvoq, dermatit va toksikodermiya ko'rinishidagi toshmalar kuzatiladi. Exnakok kasalligi klinikasida allergiyaga xos bronxospazmlar va terida toshmalar kuzatilishi mumkin. Liamblia gijjasining belgilari esa suyuq suvsimon ich kelishi, kindik atrofidagi og'riqlar, qorin dam bo'lishi va ko'ngil aynishi, ishtaha pasayishi, terida dermatit, ekzema va to'rvoq ko'rinishidagi toshmalar kuzatilishi mumkin. Endi shuning bilan birga gijjalarni boshqa xususiyatlari haqida ham to'xtalib o'tamiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, gigiyenik nazariya allergiya va autoimmun kasalliklarni rivojlangan davlatlarda ortib borish sababini tushuntirishda yordam beradi. Bu nazariyaga ko'ra, bolalar infeksiyalari, asosan parazitar infeksiyalar immun tizimi boshqaruvini buzilishiga va
allergik yoki autoimmun kasalliklar rivojlanishiga sabab bo'ladi. Ayrim gijjalar esa organizmda autoimmun va allergik kasalliklardan himoya vazifasini ham bajarishi mumkin. Ankilostomoz gijjasi klinik tadqiqotlarda astmadan himoya qilishda yordam berishi isbotlangan. Ko'plab holatlarda esa gijjalarga qarshi davodan so'ng organizmdagi allergik kasalliklar avj olishiga sabab bo'lgan. Hozirgi vaqtda respirator sitsial virus va rinovirus infeksiyasi bolalarda bronxial astma rivojlanishida ahamiyatli o'rin egallamoqda. Nematodalar esa xuddi shu viruslarni organizmga, immun tizimiga nojo'ya ta'sirini, zararini kesishda yordam berishi mumkinligi klinik tadqiqotlarda ko'rilgan. Cho'chqa tasmasimon chuvalchangga esa klinik tadqiqotlarda allergik rinit davosida yordam berganligi isbotlangan. Bu ma'lumotlarga ko'ra, organizmni steril holatda bo'lishi, har qanday gijjalardan xoli bo'lishi organizmni foydasiga emas, zarariga ishlashi mumkin degan fikrlar bor.